Assalomu alaykum hammaga. Bugungi chislo 20-fevral. Hammani Roza Ramazon oyi bilan tabriklaymiz. Adres Samarqand Jonboyda, katta trassadan bu yoqdan kelish uchun Samarqand shahridan Toshkentga o'tib ketasiz. Katta trassaning ustida. Hozir arabalari ish bo'lib turgan jarayonlarni ko'rsataman. Mana ustalar ishlayapti. Bir mostli, ikki mostli tayyor qilishimiz bor. Mana bu yerda kraska bo'layotgan jarayoni. Bir mostli, ikki mostli taqlab beramiz. Mana ustalar kraska sepyapti. Bitta, ikkita, uchta. Bular hammasi kraskadan chiqqan. Ertaga naklinkasini, fallarini qo'yib, yana bitta obzor qilamiz. 15 ta 20 ta prinsiplarimiz bor. Tayyor bo'lib qoldi. Mana. Bular hammasiga naklinka, fallari, elektromontajlari bo'ladi. Video obzorni qilamiz. Mana. Adres Samarqand Jonboyda. Toshkentga ham, Sirdaryoga ham, Jizzaxga ham yaqin. Mana bu yerda tayyori bor. Ertaga ketadi xudo xolosa. 2 most qilib taqlab berganmiz, oq bo'lgan. Mana ichkanlari moshli qilib taqlangan. Mana balonlarning holatiga qarang, balonlar holati ham ideal holatda. Mana yangi mashinadan chiqqan balonlarni qo'yganmiz. Mana orqa tomonlari. Mana bu yerda ustalar kraska sepyapti. Bu yerda kraskaga tayyor bo'lganlari bor, kraskadan chiqqanlari bor. Mana bu yerda yana bittasining elektromontaji bo'lyapti. 20 taga yaqin arabalarimiz tayyor bo'lib qoldi. 20 taga yaqin. Mana burgan balonlari ideal holatda mana. Mana bu yerdan ham bor. Kimga kerak bo'lsa, adres Samarqand Jonboyda bemalol zakaz qila olasizlar. Zakaz asosidan ham taqlab beramiz. Nalichida tayyor prinsiplarimiz ham bor. Mana shu yerda bo'lgan telefon nomerlariga urasizlar. Telegram, WhatsApp bo'ladi. Mana. Telefon nomerlarimiz 94 dan 119 40 90.